soching nimaga olib tashlabsan Ma'ruf desam, aya men ertaga armiyaga ketyapman dedi. Bir og'iz dedim ketaman yo qo'yaman demasdan turib ham ketaveradimi odam desam, oladimi yo'qmi deb ariza beruvdim, oldida men armiyaga deydi. Keyin bularni shu ana o'qiganida armiyaga olib ketdi. Bu nima qildi? Uydan endi biz lekin orqasidan bormadim. U hamma narsaga qiziquvchan edi, lekin juda ko'p nimaga qiziqardi. Asosan kurashga qiziqardi. Keyin bu hayvonlarga, ularga juda qiziqib qarab qilardi. Hayvonlarni qarasa har doim обязательно ism qo'yib olardi. O'sha narsaga, hayvonga, o'sha hayvonni o'rgatib olardi o'ziga. U yoshligidan, anavligidan bunday bir ko'chada ko'p yurib, bir boshqa bolalarday o'qimas edi. Faqat shu kelardi, qiladigan ishini qilardi, maktabdan kelsa ham qiladigan ishini qilardi-da, shu uyga kirib yo kitob o'qirdi, yo nima qilardi. Akasi harbiy bilim yurtiga o'qishga kirdi. Akasi birinchi Svorovskiyda o'qidi-da, keyin bilim yurtiga o'qishga kiruvdi. Shu akasi kelsa, u akani shapkalarini, kiyimlarini kiyib qilardi-da. Baribir men ham harbiy bo'laman, to'xtab turing. Men sizdan oldin general bo'laman derdi akasiga. Agzamov degan ministr bor edi o'sha paytlar. Harbiy uni ministri qo'mondan o'sha keldi-da, qiluvdi. Agar mana shular dedi 5 ta shu bola bo'lmaganda, men u tog'dan Kamaz bilan o'lik olib tushar edim. Mana shu 5 ta bola o'zlarini qurbon qilib shu nimani to'sib qoldi deb aytgan ekanda. Mana shu yerda o'qiganda odamlar haligacha ham gapirishadi-da, o'sha odam bormikan hali deb. Boshqa bolalar jo'ralari o'qisa agar, chaqirib kelsa agar shunday chiqardi-da, bilmayman javob beradimi, bermasdimi, qaytib kelardi-da, uyga kirib ketardi yana. Nima ketmading desam, o'tirishga boradi ekan, menga o'tirish yoqmaydi. Shovqin bo'ladi shunday derdi-da. Ana shu uncha unaqalarni yoqtirmasdi. Tug'ilgan kun bunaqa nimalarga bormas edi. Shu vatanparvar tashkilotida nima qilgan, qatnashgan bolaligida, maktabdaligida. Ana shuning uchun bular har doim shuni eslab qilishadi.